Assalomu alaykum. Har bir ayol tabiatan sabrli, jozibali va chiroyli bo'lishga doim intiladi. Nafosatli va zukko opa-singillarimiz barcha sohada faol bo'lish bilan birga hayotiy tajribaga ham ega. Biz bugungi ko'rsatuvimizda ko'plab ayollarni stressdan chiqishiga yordam bergan, pozitiv fikrlar bilan yashashga undab kelayotgan psixolog Zevar Jo'rayeva haqida hikoya qilamiz. Qahramonimiz 1984-yil 20-noyabrda Navoiy viloyati Qiziltepa tumanida tavallud topgan. Zevar Jo'rayeva bolaligidan jurnalistika va san'at sohasiga qiziqib ulg'aygan. Qahramonimiz oilali, 4 nafar farzandi bor. Zevar Jo'rayeva oila bilan birga o'z orzu-niyatlari yo'lida kasbiy salohiyatini rivojlantira olgan kuchli ayol hisoblanadi. Har bir inson bolaligidan kimgadir havas qilib kasb tanlaydi. Mana shu psixologiya sohasiga kirib kelishingizga nima turtki bo'ldi? Men ikkita mutaxassislik bo'yicha ish faoliyatimni yuritaman bugungi kungacha. Ota-onam ziyoli o'qituvchi bo'lishgan va har doim dadamni yo'nalishlariga ketishni men orzu qilganman, o'qituvchi bo'lishni harakat qilganman. Psixologiyaga kirib kelishim juda ham qiziq bo'lgan. Alloh menga shunaqangi bir chiroyli dard berganki, u darddan qutulish uchun nimadir qilishim kerak bo'lgan va men psixologiya sohasiga kirib kelganman. Kichkinagina sariq ari. O'sha ari chaqqanida juda ham xushimdan ketib, mazam bo'lmay, hattoki jonlantirish bo'limigacha olib borib, o'sha yerda osma ukallar o'tkazib, o'zimga keltirib, keyin uyga olib kelishardi. Shu darddan xalos bo'lish uchun men psixologiyaga kirib kelganman. Va bu mutaxassislik menga juda ham yoqib tushgan. Ayollarimizni ilm olishlari va har bitta kasallikning ostida psixosomatika borligi, nasldan naslga kasallik deymizmi, kambag'allik oqibati deymizmi, bularning barchasi shu psixosomatikadan kelib chiqadi. Shuning uchun buni yechimi faqatgina ilm olish. Zevar Jo'rayeva ish faoliyatini 2001-2005-yillar mobaynida Qiziltepa tumanidagi 6 va 11 sonli umumta'lim maktablarida o'qituvchi lavozimida boshlagan. Zevar Jo'rayeva 2008-yilda Navoiy davlat pedagogika institutini tamomladi. U 2021-yilga qadar pedagogik faoliyatida mehnat qildi. 2022-yilda qahramonimiz ikkinchi mutaxassislik bo'yicha psixologiya sohasidagi bilimini oshirish maqsadida o'z farma texnologiyalar institutiga o'qishga kirdi. Psixologiya bu insonni o'ziga tanitish. Eng avvalo men kimman degan savolga javob beradi. Avvalo inson o'ziga o'zi. Men kimman? Men bu dunyoga nima uchun kelganman? Meni oliy vazifam nima? Mana shu kabi savollarga javob topganman va inson mana shu turgan joyida maqsadlari bo'lmasligi mumkin, shunchaki Maslow piramidasi bor. Birinchi bosqichda o'sha shunchaki yashab o'tish instinktlar. Yeb, ichish, uxlab turish va Maslow piramidasi tepaga qarab ketadi, rivojlanish davrida bo'ladi inson. Psixologiya men o'ylaymanki, insonni tanasini qabul qilishida, o'zini qabul qilishida va qachonlardir bola bo'lganida jamiyat tomonidan o'rnatmalar bo'ladi. O'sha o'rnatmalar insonni aslida o'ziniki emasligiga, haqiqiy o'zini shaxsiyatini topishga yordam beradi. Zevar Jo'rayeva psixologiya sohasida yuqori ong egalari klubida shaxsiy rivojlantirish yo'nalishida bosh mutaxassis sifatida faoliyat ko'rsatdi. Ta'kidlash kerak, u o'z amaliyotida 15 ming nafar ayolga ko'plab loyihalarda liderlik qobiliyatini namoyon etib kelmoqda. 9 yil mobaynida Rossiya, Tailand va Misr mamlakatlarida sayohat qildi, yashadi va tajriba orttirdi. Bugungi kunda ko'plab ayollar oilaviy muhit yoki boshqa hayotiy omillar sababli stress, depressiya holatlariga duch kelishadi. Mana shunday qiyin vaziyatlarda o'sha opa-singillarimizga stressdan chiqish usullarini qanday amaliy yoki nazariy jihatdan o'rgatasiz? Birinchi o'rinda ayollarimizga tavsiya qiladiganim tashqi dunyodagi ijtimoiy tarmoqlardagi ayollar bilan o'zlarini solishtirmasliklariga. Stressga kirishdan oldin men qayoqqa qarab ketyapman, men kimman, men o'zi nima xohlayapman kabi savollarga javob berish kerak. Stressga kirib qolganidan keyin undan chiqish to'g'ri
mutaxassissiz chiqish qiyinroq bo'ladi. Biz bilamizki 13 yoshdan to 18 yoshga qadar o'tish davri bo'ladi o'smirlikda. Mana shunday o'smir qizlarga, o'smir yigitlar ko'proq mana jizzakilik, asabiylik holatlari bo'ladi. Oilada, hatto ko'cha-ko'yda ham ba'zi birovlar bir-biriga juda qo'pol muomala qilishadi. Mana shunaqangi vaziyatlarda ularga qanday tavsiya berasiz? Qanday qilib ularni mana shunday holatlardan chiqib ketish kerak? Buning uchun eng avvalo yoshlarimizga ota-onalari yordam berishlari kerak. Yaqinda bir qizimiz ota-onalari olib keldilar va o'sha qizimiz bilan bir oy davomida ishladim. Ismlarini mayli sir saqlagan holda aytib beraman. Juda ham uydagi holat unga yoqmaydi. Ota-onasini umuman eshitgisi kelmaydi. Hattoki o'zini tan ola olmaydi. Bu qiz juda ham hamma narsaga yomon ko'z bilan, yomon niyat bilan qaraydi. Suhbat davomida shuni aniqladimki, uni qachonlardir bolaligida yolg'iz qolib qo'rquv natijasida insonlarga nisbatan va dunyoga nisbatan shunaqangi bir yomon o'rnatmalar singib qolganki, dunyo yomon, insonlar yomon va hech kim menga yaxshilik qilmaydi, hech kim meni yaxshi ko'rmaydi degan bir ong ostida shunaqangi bir bloklar yotibdi-da. O'shalar bilan ishlaganimizdan keyin qiz sekin-sekin ochilishni boshladi. Sekin-sekin ota-onasini yaxshi ko'rishni boshladi. Ishlash davomida bir narsaga amin bo'ldimki, qiz o'zidan tabassum qilishni boshladi-da. Dunyoni qabul qilishni boshladi. Oxirgi uchrashuvimizda o'sha qizimiz 18 yoshli, universitetga kirish maqsadi borligini va men dunyo haqida noto'g'ri tushunchalarga ega bo'lgan ekanman. Hozir endi umuman boshqacha. Xuddiki bir onam meni eshitayotgandek, xuddiki dadam menga mehr ko'rsatayotgandek. Aslida ular oldin ham shunaqa bo'lishgan, lekin men buni bayqamaganman, men buni sezmaganman degan bir chiroyli javoblarni oldim. Men bundan juda ham xursand bo'ldim. Yoshlarimizga birinchi yordam beradigan ota-ona ularni eshitsa, ularni qo'llab-quvvatlasa, ularni xohishlarini to'g'ri noto'g'ri ekanligiga yo'nalish berishsa, albatta farzandlarimiz o'smirlik davrini, o'tish davrini yengil o'tkazishadi. Har bir inson o'z kasbidan faxrlansa, yutuqlari bardavom bo'ladi. Zevar Jo'rayeva tanlagan sohasida bilimi, zakovati, shijoati va yangi loyihalari bilan barcha kasbdoshlariga namunadir. Ta'kidlash kerak, Zevar Jo'rayeva Ayol mo'jiza deb nomlangan klubning ham asoschisi hisoblanadi. Mana shu klubga asos solishingizga nima bo'ldi? Sabab nima, maqsad nima? 1 yildan oshdi Ayol mo'jiza klubimizga asos soldim va bu meni bir necha yillik orzu maqsadlarim bo'lgan. Ayollarimizni ilm yo'lida qilish va ularni ilm bilan rag'batlantirish, rohatlantirish, rizqlantirish. Bizaga shuni aynan o'zimga maqsad qilib qo'yganman va o'sha klubimizni eng asosiy maqsadi ham pozitiv kayfiyatda yuradigan, oldida yaxshi katta maqsadlari, niyati pok, qalbi toza ayollarni bir guruhda jamlab, ularni ilm bilan rizqlantirish. Zevar opaga jillatlariga keladigan bo'lsak, har doim nima masala bo'lishidan qat'iy nazar murojaat qiladigan bo'lsanglar, imkon qadar yordam berishga harakat qiladilar. Qanaqa bilimga ega bo'lsalar, darrov bo'lishga harakat qiladilar. Hamisha omad kelishi, nimaiki o'ylagan bo'lsalar, nima maqsad qo'ygan bo'lsalar, hammasiga oson yengil erishishlarini tilab qolaman. Bugungi kunda zamonaviy dunyomizda psixologlar juda ham ko'p. Ularning yutuq va kamchiliklari nimada? Yutuqlari men o'ylaymanki, eng avvalo meni o'zimdan kelib chiqadigan bo'lsak, farzandlariga chiroyli tarbiya berishda, farzandlarini boricha qabul qilishda va farzandlariga nima to'g'ri, nima noto'g'ri ekanligini to'g'ri talqin qila berishlarida. Bu yutuqlar deb o'ylayman. Albatta, har bir
inson o'sayotgan joyda muammo va kamchiliklar bo'ladi. Albatta har bitta psixolog ham bu muammo kamchiliklardan o'tadi. Biz psixologlarni ham ustozlarimiz bor. Albatta har bir psixologning o'zini ustozlari bo'ladi. Bizdan yuqoridagi ustozlarimizni ham ustozlari bo'ladi va ular o'zlarini yana ham tanishlariga, o'zlarini yana ham o'rganishlariga yordam beradigan faqatgina ustozlarimiz. Ustozim Nargiz Sattarova, Maqsuda Umurzakova, Umida Agzamova va mana shu Nivoy o'quv markazining barcha ustozlari menga ustozlik qilib, bugungi kunga erishishimga yordam berishgan. Juda ham chiroyli javob berdingiz. Mana har bir kasbda o'ziga xos hamkasblar va jamoa bo'ladi. Sog'lom raqobatni qanday qabul qilasiz? Juda ham yaxshi qabul qilaman. Kasbdoshlarimiz bor, har zamonda ko'rishib turib, ular bilan fikr almashib turamiz va sog'lom raqobat insonni faqatgina rivojlantiradi. Oila mustahkam qo'rg'ondir. Har bir ota-ona farzandlariga mehr beradi. Ularning orzu-havaslari, ezgu maqsadlari bilan kelajak uchun intiladi. Hayotda inson nimadan zavqlanishi kerak? Chunki zavq hissi insonga ko'tarinki kayfiyat, bir chiroyli tuyg'ularni beradi-da. Bugungi kunda jamiyatimizda juda ham atrofdagi insonlarga nisbatan nafrat, alam, g'azab, kechira olmaslik hislari juda ham ko'payib ketgan. Hozirgi kunda juda ham ko'pchilik bilan ishlayapmiz va zavqlanish juda ham miqdori past bo'lib ketgan. Bilasizmi, men chet davlatda yashab kelganimda, ular hattoki oddiy bitta qaynatilgan tuxumni yeyishsa ham, oddiy kofeni ichganida ham, qahvani ichganida ham hislanib, mazza qilib yeyishadi, mazza qilib ichishadi. Inson zavqlanaman desa, farzandini ko'zlariga qarab zavqlanishi kerak. Misol uchun, men ham 4 nafar farzandim bor. Birin-ketinlikda o'qishdan, maktabdan, ishdan kelishganida ularni ko'rganimda, ularning ko'zlaridagi mehrdan zavqlanaman. Ota-onamning kichkina bir duosidan zavqlanaman. Atrofimdagi shogirdlarimning kichkina yutuqlaridan zavqlanaman. Inson zavqlanishi kerak bo'lgan narsani qayerdan izlashi kerak emas. Tanasini sog'lomligidan, uni go'zalligidan, unga atagan bir Allohning chiroyli ilmidan zavqlanishi kerak-da. Hattoki o'sha oilasida bor narsalardan zavqlanishni o'rganish kerak. Bu juda ham oddiy, lekin bu juda ham qiyin. Zevar Jo'rayevaning 4 farzandi bor. To'ng'ich farzandlar hozir mening yonimda. Shirin Suvonqulova bo'ladilar. Shirin, mana oyingiz menga faxr bilan aytdilar, qizim ham psixologiya yo'nalishini tanladi. Nimaga aynan onangizning kasbini davom ettirmoqchisiz? Men bu yo'nalishni tanlaganimning asosiy sababi ayamni qiziqishlarini, yutuqlarini, umuman olganda ayamni atmosferalarini ko'rgandan keyin men ham ichimda shunaqa olov paydo bo'lganki, men ham shunaqa ayol bo'laman. Ya'ni o'zimni uchun ideal ayol ayamda ko'rganligim sababli va psixologiya o'rganganim sari o'zimni topayotganligim va bu bilimlar orqali kelajak yoshlarga, umuman olganda o'zimni tengdoshlarimga, o'zimdan kattaroq, kichikroq insonlarga yordam bera olishim mumkinligi haqida o'ylaganlarim uchun va har tomonlama inson dunyoqarashini kengaytirgani sari bu dunyoga nima uchun kelganligi, ya'ni har qanaqa savollarga javob topa olish mumkinligi haqida o'ylaganim uchun, har tomonlama insonlarga manfaatli bo'lishi uchun shu yo'nalishni tanlaganman. Ko'plab ayollarda ortiqcha vazn, har xil kasalliklar duch kelyapti-da. O'zingiz sog'lom turmush tarziga munosabatingiz qanday? Sog'lom turmush tarziga rioya qilasizmi? Albatta, bizning oilaviy sog'lom turmush tarzi qonun qoidamiz bor. Sog'lom ovqatlanish bu birinchi o'rinda. Kechki paytda og'ir ovqatlar yemaslik, ertalabdan mana chiroyli nonushta uchun sog'lom ovqatlanish va kun aro farzandlarim bilan ko'chada 10 ming qadam yurish. Bularni biz oilaviy qonun qoidalarimizga aylantirib qo'yganmiz va men o'zim har zaman raqs bilan shug'ullanaman. Bu ham sog'lom tanangizga qon yugurishini ta'minlab beradi. Bu art terapiya deyiladi va men har doim fitness bilan shug'ullanaman. Sog'lom tanda, sog'lom aql deb bekorga aytilmagan. Qachonki inson tez yugursa, yursa, tanasi harakatda bo'lsa, miya o'shanchalik tez ishlaydi. Miyada o'shanchalik kortizol gormoni ishlab chiqaradi-da. O'shanda siz katta-katta yutuqlarga, yaxshi-yaxshi natijalarga erishasiz.
Yaxshi, unda gap isboti bilan bo'lish uchun biz sizni hozir sport zaliga taklif etamiz. Sizni ko'plab tomoshabinlarimiz guvohligida fitness zalidagi mashg'ulotlaringizni kuzatamiz. Xo'p, rahmat. Sport inson salomatligida muhim o'ringa ega. Bugungi ko'rsatuvimiz qahramoni Zevar Jo'rayeva aerobikaning aeroflex va aerostretching usullari bilan shug'ullandilar. Mana bugun biz ko'rsatuvimiz mobaynida mana shu aerobikaning yangi usullari haqida ham ma'lumotga ega bo'ldik. Umuman aerobika bilan shug'ullanishda nimalarga ahamiyat berasiz? Qachon keldingiz sportga? Bu sport turiga juda ham qiziqishim baland bo'lgan. Birinchi o'rinda trener bilan shug'ullanish, trener sizga yordam berishi, tanani moslashuvchanligi juda ham zavqli bo'ladi. U jarayonni til bilan ta'riflab bo'lmaydi. Ayollarimizga tavsiya etaman, juda ham o'zingizni yengil his qilasiz, energiyaga to'yasiz. Ayniqsa musiqalar qo'yilganda trenerni bajarayotganiga harakat qilib, sizda o'xshayotganligini ko'rganingizda maza qilaverasiz. Aerostretchning o'sha usullarini bajardingiz. Qo'l, oyoq, tana, umuman olganda o'sha ayolga xos barcha nazokat namoyon bo'ldi, chunki bu mashqlar orqali ham tana baquvvat bo'ladi, ham o'sha ayollarda o'ziga xos joziba paydo bo'lar ekan. Umuman nimaga aynan shu yo'nalishni tanladingiz? Tanani ko'p charchog'ini sezganman oxirgi paytlarda. Tez kasal, charchoq, hech narsani yoqmasligi. Shunda bir o'rtog'im tavsiya qilgan, mana shu yerga borib ko'rgin, ham kayfiyatga ta'sir qiladi, ham sog'lom tanani his qilasan deganiga bir marta kelganman. Birinchi kelganimda ozgina og'ir bo'lgan, charchaganman, yig'i kelgan. Sekin qiziqishim ortgan, juda ham xohlaganman, kechki bo'lishini istab qolasiz va mana shu makonga tezgina kelib tanani sog'lomlashtirish bilan yana ham auditoriya juda ham ta'sir qiladi. Qizlarning sho'xligi, kayfiyatini yaxshiligi maza qilasiz bu sport usuli bilan. Bu yerda energiyaga boy ayollar bilan do'stlashar ekansiz. Hatto sizni yaqin o'rtog'ingiz menga aytdilar, voleybol hamda basketbol o'yinlariga ham qiziqar ekansiz. Keling shu haqida gaplashaylik. Yoshligimdan qo'llarim mashinalaridan paylari cho'zilib, hattoki bog'lab qo'yib ham voleybol o'ynaganmiz. Maktabda soat 4-5 gacha qolib ketardik. Shunda onamlar nima qilding buncha? Har doimgiday seni har doim sport zaldan olib kelamiz shekilli endi. Sport zalda edingmi desalar, ha aya, men voleybol o'ynab kelyapman deganman. Hozirgacha ham voleybol yaxshi ko'raman. Bo'sh paytlarimda Yangiyo'l tumanida 41-maktabda o'quvchilarimiz bor. Ular bilan mazza qilib voleybol o'ynab, tanani chiniqtiramiz. Hozir men sizga bir savol beraman, faqat to'g'risini ayting. Sport telekanalini tomosha qilasizmi? Qaysi ko'rsatuvlar yoki qaysi dasturlar sizga ko'proq yoqadi? Sport telekanalini jonli efirlarini ko'proq yoqtiraman. Ayniqsa futbol, o'zimizni futbolchilarimiz hozirgi kunda aynan yutib kelishyapti. Men bundan juda ham xursandman. Boksni ko'raman, voleybol ko'raman, yaxshi ko'raman sport kanalini.
Shubhasizki, har bir ayol xonadonga kelganda oshxona malikasi bo'lishga intiladi. Mehr bilan tayyorlangan har qanday taom yaqinlarimizga xush kayfiyat bag'ishlaydi. Bugungi ko'rsatuvimiz qahramoni bo'lgan Zevar Jo'rayeva ham o'z taomnomasiga ega. Zevaraxon, mana bugun biz sizni xonadoningizdamiz. Bizni tomoshabinlarimizga nima tayyorlab berasiz? Kun davomida sizga quvvat beradigan kuzgi nonushta tayyorlab beraman. Vitaminlarga boy va kun davomida sizga kuch-quvvat beradi. Buning uchun bizga kerak bo'ladi olma, banan va chernika. Bularni aralashtirib, yoqimli va maza qilib to'yimli bo'lishi uchun, yeyishimli bo'lishi uchun smetanadan foydalanamiz. Ishni birinchi nimadan boshlaysiz? Ishni birinchi olmani tozalashdan boshlaymiz. Yaxshi. Demak, aziz tomoshabinlar, Zevar Jo'rayeva bizga kuzgi nonushtani tayyorlab beradilar. Bu juda ham parhezbor. Endi qaysi mevani tozalashni boshlaysiz? Navbat bananga keldi. Endi 3 dona bananimizni tozalab olamiz. Bananlar juda ham kichkina ekan. Banan bilamizki, temir moddasiga boy hamda kun davomida to'q tutadi. O'zingiz qaysi mahsulotlarni sevib iste'mol qilasiz? To'g'risini aytsam, men o'zim qulupnay juda ham yaxshi ko'raman va uxlashdan oldin har kun bir dona olma yeyman. Bu sog'lik uchun juda ham foydali va ayollarimizni ayniqsa yuzlarini tiniqlashtirishda olmani juda ham yordami katta. Zevar, biz ko'rsatuvimiz qahramonlariga har doim blitz savollar bilan murojaat qilamiz. Bugun men sizni kasbingizdan kelib chiqqan holda blitz savollar tayyorlab keldim. Tayyormisiz? Albatta. Unda boshlaymiz. Rejami yoki tavakkalchilik? Tavakkalchilik. Psixolog bilan motivatorning farqi nimada? Psixolog sizni o'rganadi, motivator sizga turtki beradi. Sayohatmi yoki mehnat? Sayohat. Hayotingiz davomida eng noodatiy sovg'a qanday sovg'a bo'lgan? Qizim 39 yoshimda noodatiy sovg'a tayyorlagan. Kechki soat 12 kichkina tort, men ko'rmaganman noodatiy. Katta chirog'i. U tortmi, chiroqmi, tushuna olmay qolganman. Noodatiy bo'lgan bu. Qanday insonlar bilan do'stlashish kerak? Tez qaror qabul qiladigan, qo'rqmaydigan, tavakkalchi insonlar bilan. O'zingiz motivatsiyani kimdan yoki nimadan olasiz? Farzandlarimdan. Hayvonlarni yaxshi ko'rasizmi? To'g'risini aytganda yo'q, lekin farzandlarimni hammasi mushukni yaxshi ko'rishadi. O'shaning uchun yoqtiraman. Siz uchun omadmi yoki baxt muhimmi? Shu eng muhimi omad. Baxtni o'zingiz yaratasiz, ichkaridan yaratasiz. Siz uchun eng omadli raqam? 7. Tanqidni qanday qabul qilasiz? Tanqidni yaxshi qabul qilaman. Yaqinda ham sinfdoshlarim chiroyli tanqid berishdi, men undan motivatsiya oldim va o'zimni yana ham o'rgandim. O'zimni minus tomonlarimni plus tomonga aylantirishga harakat qildim yana. Juda ajoyib. Va oxirgi savolimiz, 3 ta tilak ayting. Muhabbat, baxt, omad hammaga yor bo'lsin. Rahmat, juda ham chiroyli va mazmunli javob berdingiz. Jarayonni davom ettiramiz. Zevar, mana o'zingiz bo'sh vaqtingizda hobbilaringiz bormi? Albatta, bo'sh vaqtimda ko'proq kitob o'qiyman. Kitob o'qishni yaxshi ko'raman. Charchab qolgunimcha raqsga tushaman. Qaysi qo'shiqni eshitishni yaxshi ko'rasiz? Milliy qo'shiqlarimizni yaxshi ko'raman. Yulduz Usmonovani Hamroz qo'shiqlarini yaxshi ko'raman. Tinglayman va madaniy hordiq chiqaraman o'shanda. Yaxshi. Mana hozir chiroyli qilib to'g'rab oldingiz. Endi qaysi mahsulotni? Endi chernikaga. Chaqqongina bo'lib, kuzgi nonushtani ham tayyorlab oldingiz. Buni hammaga tavsiya qilaman. Kuzgi nonushtamiz tayyor. Tatib ko'rishingiz mumkin. Yoqimli ishtaha. Juda ham mazali,
va xushta'm bo'libdi. Mana shakarsiz ham o'zini mana shu mevalarni ta'mi chiqqan. Haqiqatda ham parhezbobligi bilan ajralib turadi. Ertalabki nonushtaga juda ham koni foyda. Oshxonada haqiqatda ham malika ekansiz. Mana shunday ayollik nazokati, ayollik nafosati sizni aslo tark etmasin. Doim yuzingizdan tabassum arimasin. Farzandlaringizni baxtiga sog'-salomat bo'ling. Sog' bo'ling, sizlar ham ishingizga omad tilayman. Barcha O'zbekistonimiz ayollariga sog'lik, baxt, muhabbat tilab qolaman. Ko'rsatuvimiz yakunida zakovatli qahramonimiz Zevar Jo'rayeva kabi mutaxassislar soni tobora ortib borishiga tilakdoshmiz. Siz ham tanlagan sohangizni fidoyi qahramoni bo'ling va ko'rsatuvimizda ishtirok eting. Xayr, salomat bo'ling.